Hörmətlik Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. 28 iyul səyşənbə günü 2014 yılı 28 iyul günü yüz bergen Yerkent qatliamının 12 yıllık xatır günü idi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti, Şərq Türkistan sürgündü parlamenti, Şərq Türkistan Milli Hərəkəti, Şərq Türkistan Milli Fondu'nun vəkilləri Amerika'nın paytaxtı Washington'da namoyish o'tkazib, Xitoyning Şərq Türkistan'da yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchiligi, dahshatlik bostirishları, osmosiya qilmishini yana bir qatim dunyoga anglatish orqali Şərq Türkistanning mustamlikadan qutulish, mustaqillikni asliga keltirish kurshimizni qo'llashni talab qildi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin tashqi ishlar va bexatarlik ministri, Şərq Türkistan Milli Hərəkətinin qurg'uvchi raisi Salih Xudoyor her vaqtdagiga o'xshash ta'sir kuchiga ega axboroti bilan Şərq Türkistanning ovozini yangiritib mundoq dedi. Xonimlar va apandilar, yaxshimsizlar? Bugun biz Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat ishlari mahkamasi oldiga jam bo'lib, 2014 yili 28 iyul kuni yuz bergan echinishliq kishini azobga soladigan Yerkent qirg'inchiligining 12 yilligini xotirlamoqdamiz. Oldi bilan biz barliq shehidlarimizga ehtirom bildiramiz. 12 yil ilgari Şərq Türkistanning Qashqar viloyatining Yakan nahiyasida Xitoy ishg'oliyatchi kuchlari Şərq Türkistanning yaqin tarixidagi o'limchil bir qatliamni amaliyalashtirdi. Muhojiratdagi Uyg'ur manbalarining mo'ljallashicha minglarcha Uyg'ur o'ldirildi. Ba'zi muxbirlarning doklatiga qaraganda kam degandimi 2000 kishi o'lgan. Xitoy butun nahiya miqyosida ishlatgan qurolni 5000 ga yuksaltgan. Yakan nahiyasini muasir ichiga olgan, aloqani kesgan. Armiya kuchlarini qurollandirgan, jasadlarni yig'ishtirib, xalqning ovozini bo'g'ib, keyin qurbonlarga terrorist degan qalpoqni kiydirib, haqiqatlarni dunyodan yoshirgan. Nimali degan bilan Yakan qirg'inchiligi ayrim bir voqea emas. 2014 yili 5-oyning 23 kuni Xitoy boshlatgan terrorizmga qarshi qattiq urush irqiy qirg'inchilik harakatidan 2 oy keyin yuz bergan. Hozir 13 yiliga kirgan davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning baldurroq boshlangan o'limchil vahshiy bir qismi. Şərq Türkistan miqyosidagi qalaymaqon kuzatish, qalaymaqon tutqun qilib solash, qul emgakiga selish, oilalarni parchalatish, diniy va kultural bostirish, barliq ommani kollektiv bostirish qatorli qilmishlarning xabarchisi. Yerkent qurbonlari faqat son-sifirli emas. Ular ona yurtlarida shon sharafi bilan yashashni talab qilgan onalar, dadalar, o'g'il, qizlar, dehqonlar, e'tiqodchilar, normal fuqarolar. Ular Uyg'ur bo'lganligi, Şərq Türkistanlik bo'lganligi, kimligidan voz kechishni xohlamaganligi, mustamlika ishg'oliyati ostida yashaganligi, xalqimizning mavjudligining tahdid deb bilinganligi uchun o'ldirilgan. Xitoy Yerkent xalqiga 76 yildan beri davomlashtirib kelayotgan usul bo'yicha javob qaytargan. Qirg'inchilik, burmalash, jinoyat, vayron qilish. Xitoy avval bostirdi, keyin keng ko'lamli qarshilikning pilikiga o't yoqadi. Undan keyin qurbonlarni terrorist, oshqun, bo'lginchi deb ataydi. Bu belgilari orqali texim ko'p tutqun qilish, texim ko'p qalaymaqon o'ldirish, jazo lagerlariga qamash, texim ko'p kuzatish, mustamlika qilish, irqiy qirg'inchilik yurgizish qilmishlarini oqlaydi. Xitoyning Şərq Türkistan'da yurgizayotganlari atalmish terrorlik bilan kurash qilish bo'lmasdan davlat terrorining naq o'zi. Irqiy qirg'inchilik bo'yinduruqiga ilish, mustamlika bo'ysundirishidan iborat. Bugun Şərq Türkistan'dagi irqiy qirg'inchilik bir aslama emas. Ming afsus, u izchil davomlashayotgan reallik. Millionlab Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlar jazo lagerlariga qamaldi. Millionlari majburiy emgakka silinib qul qilinmoqda. Milliondan ortiq Şərq Türkistanlik bolalar kulturi, milliy kimligi, tilini yo'qotish uchun oilasidan majburiy ayirib etilib, davlat boshqarishidagi organlarga qamaldi. Biz so'zlayotgan dal mushu paytda 25 mingdan 50 minggacha bo'lgan Şərq Türkistan yoshlari har yili organlari uchun o'ldirilmoqda. Mazar, qabristonlik, tarixiy o'rinlar chaqilmoqda. Ayollarni majburiy tug'mas qilib etish, homilasini tushirib etish, nupus kontroli qatorliqlarning hammasi irqiy qirg'inchilik qilmishi ostida elib berilmoqda. Aileler parçalandı. Vatanimiz yuqori texniklik turmaga aylandi. Xitoyningcha bo'lganda bu atalmish muqimlik. Dünya buning nima ekanligini biladi. O'tgan 12-13 yildan buyon davom qilayotgani irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat. 76 yildan beri yurgizib kelayotgani mustamlika bo'ysundirishi va ishg'oliyatdan iborat.
Yarkent qirg'inchiligidan 12 yil o'tgandan keyinmi Sharq Turkistonda adolat barpo qilinmadi. 13 yildan beri Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat izchil davomlashib kelmoqda. Bizning bu Amerika Davlat ishlari mahkamasining oldida namoyish qilishimizdagi maqsad Amerika hukumati 2021 yili 19 yanvar kuni Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizib kelayotgan jinoyatini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilgan. Garchi bu e'tirof muhim ahamiyatga ega bo'lsa-mu, yolg'iz e'tirof qilishlar yetarli emas. Irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish, uni to'xtatish, irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan jinoyatchilarni jazolash siyosatini ijro qilishni talab qiladi. Dünya cho'qim harakatga kelishi kerak. Axloqiy aniqlik diplomatik besimga aylanishi kerak. Jazolash, mas'uliyatini surishti qilish, millatning o'zining taqdirini o'zi belgilash, milliy qutulish harakatini qo'llash kerak. Amerika va dunyoning har qaysi joylaridagi demokratik davlatlar cho'qim oddiy bir haqiqatni bilishi kerak. U bo'lsa, Xitoyning Sharq Turkistondagi masalasi yolg'iz inson haqlari krizisi emas. Xitoyning Sharq Turkistonga bo'lgan mustamlika ishg'oliyatining natijasidir. Xitoy davlatimizni ishg'ol qilgan muddat ichida bizning xalqimiz, qarindoshlarimiz, qurilishlarimiz, boyliqlarimiz, maktablarimiz, masjidlarimiz qattiq irqiy qirg'inchilikning ostida qolishni davomlashtirdi. Mustamlika ishg'oliyati ostida kishilik huquqqa kepillik qilg'ili bo'lmaydi. Bir millat o'zining o'z taqdirini o'zi belgilash asosiy haq-huquqlaridan ayrilib qolganda, o'zining e'tiqodini, tilini, oilasini, kulturini, kelajagini saqlab qola olmaydi. Uning ustiga Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish Sharq Turkiston xalqining siyosiy orzusi emas, balki Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishdagi erkinlik, bexatarlik, adolat, hurlikni saqlab qolishdagi birdan-bir yo'l. Biz bu yerda 2014-yili 28-iyul yuz bergan Yakan qirg'inchiligi jinoyatchilarining jinoyatining mas'uliyatini, 13 yildan beri davomlashib kelayotgan irqiy qirg'inchilikning jinoyatchilarining mas'uliyatini, Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga ishlayotgan barliq jinoyatlarning mas'uliyatini surishti qilishni talab qilamiz. Biz Amerika Qo'shma Shtatlarining Yakan qirg'inchiligini tekshirish, Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni tekshirish va davoni ilgarilatish, haqiqatlarni oshkorlash, jinoyatga mas'ul Xitoy katibaşlari va o'rinlarining javobgarligini surishti qilish, Xitoyning har qanday shakldagi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatining mas'uliyatini surishti qilish xalqaro tirishchanligiga yetakchilik qilishini talab qilamiz. Biz Uyg'ur majburiy emgakiga qarata kengaytirilgan tadbirlarni ijro qilishni talab qilamiz. Hech qanday shirkat, mablag' solg'uvchi, hukumat xalqimizni qul emgakiga selishdan, irqiy qirg'inchilik yurgizishdan foyda olmasin. Biz qayta shuni talab qilamizki, Sharq Turkistonni ishg'ol qilmagan davlat deb e'tirof qiling. O'tgan hafta biz asr davlat haftaligi o'tkazdik. Amerika Qo'shma Shtatlarining 1959-yildagi asr davlatlar ahdnomasi ommaviy qonunining 60dan 86gacha bo'lgan moddasining ro'yi bo'yicha barliq asrga ilingan davlatlarning erkinligini, mustaqilligini asliga keltirish, ularning yanida turish, ularning mustaqilligini asliga keltirish orzusini saqlab qolishiga yordam berishdek axloqiy va siyosiy majburiyatlari bor. Biz Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa Turkiya xalqlarini o'z taqdirini o'zi belgilash haqqiga loyiq bo'lgan mustamlika ostidagi xalq deb bekitishni talab qilamiz. Biz yana Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa davlatlar, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining mustamlika ostidagi davlat va xalqlarga mustaqillik berish ahdnomasining ro'yi bo'yicha mustamlika davlatlarga bo'libmi Sharq Turkiston xalqiga mustaqillik berishini talab qilamiz. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish kursimizga diplomatik va siyosiy jihatda yordam berishini talab qilamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarini o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlar qayta takrorlanmasin va'dasini har bir irqiy qirg'inchilik hodisasida davomli takrorlaydi. Jinoyatchi irqiy qirg'inchilikni sodir qilayotgan ahvol ostida qayta takrorlanmasin va'dasi amalga oshmaydi. Hatto jinoyatchi kuchli bo'lib, buning ma'nosi agar hukumatlar faqat nutqlarda irqiy qirg'inchilikni ayblab, tijorat normal ilib berilganda, qirg'inchilikchi hokimiyatining vakillarini kutib olib va ular bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashga va'da berganda, buning bir ahamiyati bo'lmaydi. Irqiy qirg'inchilikchi hokimiyat o'zining irqiy qirg'inchiligini yurgizishni davomlashtirdi. Agar qurbonlar faqat o'lgandan keyin asransa, buning hech qanday ahamiyati yo'q. Bugun Yarkent qirg'inchiligida va boshqa barliq qirg'inchiliklarda o'ldirilganlarni, irqiy qirg'inchilikda shahid bo'lgan barliq xalqimizni xotirlaymiz. Shuni aniq qilib aytamizki, ularning qoni behuda oqmaydi. Ularning ro'yi mangu bizning qalbimizda hayot. Ularning shahidlik ro'yi bizning adolat talab qilish, erkinlik va mustaqilligimizni asliga keltirish ko'rishimizga kuch ato qiladi.
Amerika Dövlət İşləri Məhkəməsi Xitayning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish, Xitayning Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyatini, mustamlikasini oxirlashtirish uchun harakatga o'ting. Rahmat dedi. Namoyishchi omma shuar to'lab Sharq Turkistonning mustaqilligi, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning oxirlashishi, Sharq Turkistonga adolat talab qilib, Amerika boshliq dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlarni harakatga kelishga chaqiriq qildi. America! America! Mazkur namoyish Lokmat vaqti xabar to'rida 29-iyul kuni xabar qilindi. Inson peti qilish ko'rishi. Burxon Muhammad. Inson peti qilmoq o'z navbatida fitrati saq bo'lishni, iymoni rus bo'lishni, aqidasi sog'lom bo'lishni, muhabbat nafrati aniq bo'lishni o'z ichiga oladi. Inson peti qilmoq qadriyatlarga ko'ra yashashdan birdammo voz kechmaslikni, odam nasliga xos sifat egasi bo'lishni shart qiladi. Inson peti qilish kim ekanligini unutmaslik, kim bo'lish kerakligini bilish va nima qilish kerakligini to'lib yetishni taqozo qiladi. Inson peti qilish o'z navbatida hududi bo'lishni, chegarasi bor xarakteri egasi bo'lishni, haqiqiy va majburiyati bor kishilik egasi bo'lishni o'z ichiga oladi. Samoviy vahining muxotabi sharaf, izzat va hurmatning obyekti bo'lish, mana bu bejirim inson bo'lish bilan munosabatli. Agar Tangri o'zining vahiy haqiqatlarida ey inson, ey insonlar deb xitob qilgan bo'lsa, shubhisizki bu vijdon va aqldan nesibasi uzilmagan hayvoniy notiqqa, ya'ni odam avlodida bo'lishga tegishli o'rtaq xarakterni, ya'ni harakatga keltirish mumkin bo'ladigan vijdon egisini, aql va o'y tafakkur qobiliyatlari texnik qardan chiqmagan har bir insonni muxotab qilishidir. Darvaqa millat sifatida tortayotganlarimiz va tortib kelganlarimiz bizni dinimizni qo'g'dashdan, tilimizni qo'g'dashdan, urfimizni qo'g'dashga, bara hammani tashlab, jinimizni saqlashga qistab holimizni qo'ymadi. Har turli bahona yoki sabablardan tasalli izlamoqchi bo'laylik. Amdilikda qo'g'dashga majbur qilayotganligimizning yolg'iz insonligimiz bo'lib qolayotganligimi amaliyot bo'lib turibdi. Dinimiz xatarda dedik, ammo dinimizga samimiyat bilan yepishishni baja keltira olmadik. Tilimiz xatarda dedik, ammo tilimizga haqiqiy ma'noda ko'yinmadik. Yozgan bitkunimiz tilimizning hayotligiga xavf yetkazishdan boshqaga yaramadi. Kulturimiz, madaniyatimiz tahdidga uchirdi dedik, ammo hech birini hayotimizning voz kechmas yashash san'ati qilishga o'rtaq kuch chiqarishda birlikka kela olmadik. Qisqasi, vatan ichida kuch besimda yemirilgan jimi qadriyatlarimiz vatan sirtida saqlanib qolish u yoqda tursin, o'z ixtiyorligimiz bilan shalg'utlashtirishdan boshqa muomala ko'rmadi. Xristianlar oldida bo'yin qisadigan, faqatla shaklvozlikning tantanasi uchun xizmat qildirilgan malay darajasiga tushirib etildi. Acaba biz nima uchun bu darajaga kelib qolishni o'zimizga o'zimiz ravo ko'radigan holga tushib qoldik? Agar ixcham javob berishga to'g'ri kelsa, yuqorqi nuqtai nazarlar asosida shundoq javob berish mumkin. U bo'lsa-mu, asoratni qarshi turish ro'yimizning yiqilg'usi qilmasdan, balki holimizga rozi bo'lishning bahonasi qilib olishimiz, o'zimizni ularga qarab shakllantirishdek ajallik xatoni bas qilgudek saviya safa yetildirmasligimiz, yatlarning har turli siyosiy va tarixiy tajribalarini o'zimizga tatbiqlaganda buning meni man qilib turgan insonligimni ziydilamdi yo'q degan aqalli bir o'tkalni qo'yishga odatlanmasligimiz, natijada o'zgaga qarab shakllanish, mustaqil xarakteri yetildirib bo'lolmaslik qatorliqlar o'zimizning nimaga o'zgarib qolayotganligimizni sezmas, ko'rib yetmas va ko'rib yetishni xohlamas holga kelishdek qechib qutulg'usiz oqibatni qarshimizga ilib chiqib turibdi. Shuni esimizda tutishimiz kerakki, millat bo'lish oldi bilan inson bo'lishni shart qiladi. Milliy ruh hech qachon insonlik, ya'ni odamiylikni payxon qilish badaliga insho bo'lgan emas. Biologiyalik mavjudlik milliy ruh qatl qilingan insonlik bilan bir gavda ichida hargizmo put tirab tura olmaydi. Milliy ruh bo'lsa milliy da'voning jinidir. Islom bu ruhni ko'klatguchi zilol suv misoli hayotlik manbasidir. Hurlik va mustaqillik bo'lsa, ushbu hayotiylikni muhofaza qilishning kapolatidir. Bu ma'nodan ko'rib olishga bo'ladiki, odamiylikni qurib chiqolmagan dindorlikdan
Dindarlıqni yo'qotgan millatbozlikdan millatga xayrlik kelmaydi. Shundoqla o'z millatdoshlarini yotning qo'lida boplashda vosita tanlamaydigan, kallasi boshqalarning aqlini o'yinchiq qilish tadbirnomalari bilan programmalanib ketgan shalg'ut zihniyat bemorlaridan vatan millatga xayrlik kelmaydi. Shuningdek, insonlikqa zulmga qarshi harakatga o'tkazilgan birining milliy da'vo yo'lidagi samimiyatimi dargumondir. Bu nuqtada shuni so'roqlab ko'rishga hojatmizki, ajaba vatan millat yo'lida qilayotgan urinishlarimizni haqiqatan bir millatning asosiga loyiq ravishda qilayotgan samimiy tirishchanliklar, butunlay muqaddas g'oyani ko'zlab qilayotgan, boshqa har qanday manfaat bilan do'g'lashtirmay ilib berayotgan samimiy urinishlar degili bo'lamdi yo'q. Mundashcha aytganda, qilayotganlarimizni rostilla da'vo degili bo'lamdi yo'q. Qilayotganlarimizda Uyg'urligimizning bizdan nima kutadiganligini, musulmonligimizning bizdan nimani talab qiladiganligini, insonligimizning bizdan qanday inson bo'lishimizni kutadiganligini ish faoliyatlarimizda qanchalik diqqatga ilyapmiz. İnsanlığımızdan bizden qandaq insan bo'lishimizni kutadiganligini ish faoliyatlarimizda qanchalik diqqatga ilyapmiz. Qaysi darajada samimiy bo'lyapmiz? Acaba ilm inson piti qilishdek aqlli xususiyatimizni muhofazat qila olayotamdiq yo'q? İnsanlığımızning dushman nazaridagi atalmish insonlikqa o'zgarib ketmayotganligiga kafolatimiz nima? İnsanlığımızı sog'-salomat desak, undaqda bu insonligimiz ong idrokimizga, vijdon va irodamizga aqlli bir harakat chog'liq qarshilik ro'yini aks ettiryapti yo'q? İnsanlığımız zodi bizni qaysi darajada harakatga keltiradi va keltiryapti? Mana bular haqiqatan insonlikni ishg'olga uchirmagan, insonlikni qayta shakllantirishni rad qilib kelgan hamda vatani va xalqining beshiga kelayotgan dafsanchiliklarning, qirg'inchiliklarning tomoshabini bo'lishdan boshqaga yaramayotgan kunimiz dunyosidagi inson pet qilish ko'rishini to'xtatmagan va asoratga qarshi kurashdan shoshmaslikni insonlikning bir belgisi deb bilgan, qisqasi insonlikka texi nobud bo'lib ulgurmagan har bir vijdon egasi uchun amaliy javob kutayotgan Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganinlar uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.